Salomatmisizlar? Bugun biz darsimizda kvadratlik tomir va arifmetikalik kvadrat tomir mavzusini o'tamiz. A sonning kvadrat tomirida kvadrati A'ga teng sonni ataydi. Arifmetikalik kvadrat tomirida salbiy emas sonning salbiy emas kvadrat tomirini ataydi. Ikkisining farqi nimada desanglar, u bunida. Agar men 49 degan sonni olay. 49 deganimiz 7 ning kvadrati va minus 7 ning kvadrati. Shu vaqtida bu biz kvadrat tomirasi deb yozamiz. Biroq faqat ijobiy sonni olsak, u vaqtda uni biz arifmetikalik kvadrat tomirasi deb ataymiz. Endi arifmetikalik kvadrat tomirasining xususiyatlariga kelaylik. Eng beshida biz kvadrat tomirasini bunday znak bilan belgilaymiz. Tomirasi A deb. Bu yerda aniqlanish sohasi deganimiz mumkin ma'nolar yig'indisi deb ataydi. Bu yerda shu A ning o'rniga qo'yishga bo'ladigan sondan deydi. Область определения deganimiz. Shu vaqtida tomirasidan bu arifmetikalik kvadrat tomir bo'lg'achqa, tomirasiga son har qachon salbiy emas bo'lishi kerak, ijobiy bo'lishi kerak. Shuning uchun masalan tomirasida -4 bo'lsa, uni -2 deb yozishga bo'lmaydi. Sababi tomir arifmetikalik kvadrat tomirasida minus bo'lmaydi. Ikkinchisi, arifmetikalik kvadrat tomir har qachon salbiy emas son. Cho'ng yoki teng 0 dan bo'lishi kerak. Tomirasidan chiqqan son. Uchinchisi, biz x kvadratdan a tenglamasini chiqarsak, bu yerda kvadratni yetish uchun ikki tarafini tomirasida olamiz. Biroq tomirasini elishdan burun qaraymiz. Buni a sonimiz только 0 dan jiq bo'lgan joqdayda ikki tarafini tomirasida olsak, tomir bilan kvadrat qisqara ketib, meyda nima qoldi? X teng plus minus a. Masalan, misol keltiraylik, x kvadrat teng 3 desak, u vaqtda x teng bo'ldi plus minus tomirasida 3. Har qanday x soni uchun agar tomirasida x kvadrat bo'lsa, u vaqtda biz shu kvadrat bilan buni nimashga arifmetikalik kvadrat tomirasi deb sababi meyda ko'rinmaydigan ikkisi bor. Shu vaqt buni ikki qisqara ketib qoldi x. Biroq aniqlamasi bo'yicha bizning tomirasidagi son har qachon ijobiy bo'lishi kerak. Shuning uchun biz shu tomirasida bor sonni har qachon modulga qo'yib qo'yamiz. Sababi moduldan chiqqan son nima bo'ldi? Salbiy emas bo'ldi. Endi hisoblarni chiqaraylik. Birinchisi berilgan ifodaning ma'nosini topinglar deydi. Bu yerda kvadrat tug'ashqa tomir tirnoqning ichida turgan hamma narsani kvadratlaymiz. Shu yerda 5 ning kvadrati, tomirasida 7 ning kvadrati, tirnoqning ichiga kirgan emas demaylik. Qoldi 25 ko'paytirilgan 7. Ya'ni kvadrat tomirasiga 7 qisqara ketib, aslida modul 7 yozamiz. Moduldan 7 o'zi chiqdi. Shu vaqtda 25 ni 7 ko'paytsak 175 bo'ldi. При каких значениях переменной y имеет смысл выражения? Bizning aniqlamasi bo'yicha arifmetikalik kvadrat tomirasiga son har qachon ijobiy bo'lishi kerak, salbiy emas. Shu vaqtda minus 0,49 y kvadrat bo'lishi kerak, cho'ng yoki teng 0 dan. Bu bizda mumkin ma'nolar yig'indisi deymiz. Endi y kvadratdan son har qachon ijobiy bo'lib chiqdi. Meyda salbiy turdi, minus 0,49. Shu vaqtda biz nima bo'lyapti? Meyda salbiy son 0 dan chiq. Bu mumkin emas. Shuning uchun biz deymiz, bu yerda hech qanday bu y ni olmasak, bizda buni arifmetikalik kvadrat tomirasida yechilishi bo'lmaydi. Tenglikni yechinglar. Tenglikni chiqarganda biz x dan bir tarafga, belgisidan bir tarafga sondan ikkinchi tarafga chiqamiz. Shuning uchun 2 dan 3 m kvadrat qolsin. 4 dan 9 ni o'ng tarafga almashtiryapmiz. Shu vaqtda m kvadrat teng 4 dan 9 ni bo'lamiz. 2 dan 3 ga ko'paytirilgan belgisini qo'yib o'rni almashtirib yotsak, 9 ni 3 ga qisqartirib yetamiz. 3, 4 ni 2 ga bo'lib yotsak 2. M kvadrat teng bo'ldi 2 dan 3 ga. Endi kvadratni yetish uchun ikki tarafga tomirasida olamiz. Shu vaqt tomirasida m kvadratdan m qoldi. Meyda nima bo'ldi? Plus minus 2 dan 3. Kasrni qisqartinglar. Bu yerdan plus to'g'onni qisqartolmaymiz. Shuning uchun biz buni 0,3 ning mashagillar birinchi 0,3 ni ko'chirib yozamiz. Ikkinchi 0,3 ning o'rniga kvadrat tomirasida 0,3 ning kvadrati yozsak, hech nima o'zgarmaydi. Mahrajini ko'chirib yozdik. Endi menda tomirasida 3 o'xshash bo'lg'achqa tomirasida 0,3 ni ko'chirishlar umumiy ko'paytgichi deb tirnoqda ishga chiqarib olsak, qoldi 1 plus
to'g'ri 0,3. Endi buni 2 to'g'ri 0,3 ga bo'lsak, ular qisqarib ketib qoldi. Suratida 1 plus to'g'ri 0,3 bo'lingan 2. Tenglimini eshitlar. 4 to'g'ri x teng 12 ni bu yoqqa aytsak minus 12 bo'ldi. To'g'ri x chiqadi minus 12 ni 4 ga bo'lib atsanglar 3. Endi mana shu yerni to'g'ri 3 biz bilmaymiz qo'shdi. Aslida biz nima qilishimiz kerak? Shkel tarafini kvadratlaymiz. X teng 9 deb yez qo'ysanglar xato bo'ldi. Nimashga desanglar? Biz kvadrat to'g'rasidan chiqqanda unutib qolmashga qaranglar. Bizda so'ng tarafida to'g'ri x chiqdi. O'ng tarafida minus 3. Aniqlamiz bo'yicha arifmetikalik kvadrat to'g'rasidan san har qachon bunisi salbiy emas bo'lishi kerak. 0-chi so'ng tarafi. O'ng tarafi bo'lsa, tengning o'ng tarafida ijobiy chiqadi. Voy, salbiy chiqadi minus. Plus minus teng emas. Shuning uchun mushtaqni ko'rganda srazu nima deb yozasizlar? Yechimi yo'q. No solution. Berilgan ifodani aniqlash sohasini tepinglar. Shunday hisoblar jiq chiqdi testlarda. Bu yerda qarang, arifmetikalik kvadrat to'g'rasiga san har qachon salbiy emas bo'lishi kerak. Shuning uchun 3x minus 3dan 1 cho'ng yoki teng 0 dim degan tengsizlik yozib olamiz. Endi bu yerda 3dan 1 3x 3dan 1dan jiq x bo'ldi. Cho'ng yoki teng 3dan 1ni 3 ga bo'lib atsak 9dan 1. Mana qo'yib qo'ysanglar bo'ldi. Tengsizlik turdi yoki bo'lmasa interval ko'rsatilgan qismda sizsanglar bo'ldi. 9dan 1dan cho'ng yoki teng degan ekan bo'ydim va o'ng tarafini bo'yaymiz. Shu intervalni yozganda 9dan 1dan plus cheksizlikcha. Berilgan ifodani ko'paytgichlarga ajratinglar. Bu yerda biz bilamiz, sonlarni o'rin almashtirib hech nima o'zgarmaydi. Shuning uchun 5da 17 minus 11x kvadrat deb yozib olaylik. Keyin buni 17 ni formulaga keltirish uchun to'g'ri 17 ning kvadrati desam bo'ldi. Minus to'g'ri 11 deymiz, to'g'ri 11 ning kvadrati. Еще buni x bor, давайте bunday skobочка qilib kvadratni teshib yozib qo'yamiz. Shu vaqtda nima bo'ladi bu? Qisqacha ko'paytirish formulasi bo'yicha ikki sonning kvadratlarining ayrimisi. Biz buni a minus b a plus b formulasi bilan yozsak hisob bitdi. Endi bu yerda navarot qaranglar. Предыдущий hisobda ko'rdinglar, bizda ikki sonning ayrimisi bo'lgan, biz uni ko'paytgichlarga ajratib Buni 8-chi hisobda a minus b a plus b formulasini ko'ryapmiz deymizda. Shu vaqtda nima deb yozamiz? To'g'ri 7 ning kvadrati minus 2 to'g'ri 11 ning kvadrati. Hisoblab etsak, kvadrat to'g'rasi ketib 7 qoldi. Minus 2 ning kvadrati 4, 11 ko'paytsak 44 qoldi. Javobi bo'ldi minus 37. Tenglamini yechinglar. Qaraytaylik, men kvadrat to'g'rasi men o'ng tarafda a kvadrat plus 2 bu ijobiy son, men ijobiy son, normalni chiqarsak bo'ldi deymizda va chiqaramiz. Bu yerda mushtaq tenglamini chiqarganda biz mumkin ma'nolar yig'indisini birinchi chiqarishni bir odatga olaylik, hatto unutib qolmamizga. Uning uchun arifmetikalik kvadrat to'g'rasidagi son, buni a darajasi 4 plus 4 a kvadrat plus 4 deymiz. Har qachon bo'lishi kerak cho'ng yoki teng 0 dan. Bu endi bizda polniy kvadrat formulasiga kelyapti. Shu vaqtda a kvadrat plus 2 ning kvadrati deb yozaylik. Ko'ryapmiz, любой sonni kvadratlasak, u всегда 0 dan jiq bo'ladi. То есть bu yerda a ning o'rniga har qanday son qo'yishga bo'ladi ekan. Minus cheksizlikdan plus cheksizlikcha. Nam yasa qo'ysam bo'ldi. Endi a ning nima ekanligini topaylik. Uning uchun arifmetikalik kvadrat to'g'rini 3-chi tarafini kvadratlaymiz to'g'rini yutish uchun. Shu vaqtda men kvadrat bilan to'g'rasini qisqartirib ketib a4 4a kvadrat plus 4. Bunda bizda ikki sonning ikki ifodaning qo'shimchasining kvadrati a kvadrat, to есть a4 shikastlangan ab 2 4a kvadrat plus 4 deymiz.
Endi biz bu yerda qaranglar, vнимательно qarasanglar, so'ng tarafi bilan o'ng tarafi birdek bo'ldi. Birdek bo'lgandan keyin A'ning o'rniga qanday qilsan qo'ymasak, har qachon bizda tanglama durust bo'lib chiqadi. Shuning uchun bu yerdagi javob mushu bo'lgan. Minus cheksizlikdan plyus cheksizlikgacha. Kasrni qisqartinglar. Hep buni minus bo'lmasa qisqartib to'xtaymizda. Shuning uchun minus bo'lgandan keyin biz nima qilamiz? Buni 3a to'g'rasi 3a 7 to'g'rasi 7 почти o'xshaydi, o'xshamaydi, to'g'rasi yo'q bo'lg'achqa biz suratida bundaq bir operatsiya qilib yetaylik. To'g'rasini qo'shaylik и kvadratlar yetaylik. To'g'rasini qo'shaylik, kvadratlar yetaylik. Shu yoqda hech nima o'zgarmaydi. Zato biz buni yalnız shu ikki ifadening kvadratlarning ayrimsi formasida yozsak, bu chog'da monoshik skobka qisqarib ketib, bizda qoldi to'g'rasida 3a и to'g'rasida 7. Endiki mavzumizda biz irratsional sonni aniqlamasini beraylik. Irratsional son deb periodlik emas, o'nlik kasrni ataymiz. Masalan, примердан chiqib kelsak bo'ldi, mushu to'g'rasidan chiqmaydigan sonlarning hammasi ular irratsional bo'ldi. Masalan, to'g'rasida 3 ni sizlar injenerniy kalkulyatorni deb ishlatsanglar, u chiqdi taxminan 1,7 3 2 0 5 0 8 0 men kalkulyatorda ko'rsatyapman. Mushta bir o'nlik periodlik emas son bo'ldi. Shu vaqtida mushu sonni biz nima deb ataymiz? Irratsional son deb ataymiz. Не обязательно квадрат to'g'rasida bo'lishi mumkin. Buni pi bor matematikadagi pi degan son chambarning uzunligining diametriga nisbati 3,14 andaq deb ketadi son. Mushu sonni irratsional son deb atildi. Endi ratsional degan drobnida o'nlik kasr, oddiy kasrlar, irratsional sonlarning hammasini qo'shib, mushu bor sonlarning hammasini yig'indini biz действительные числа deb ataymiz. Shu chog'da mushu действительные числani biz r harf bilan belgilaymiz. Real number deb inglizcha. Uni endi biz bundoq desak bo'ldi. Qaranglar, 5da natural sonlar paydo bo'ldi. Ular nima uchun kerak bo'ldi? Bir bilan sanash uchun kerak bo'ldi. 1 2 3 deb burungi odamlar qanchta to'g'ri qanchta yani nima deb sanash uchun mushta 1 2 3 deb sonlarni natural sonlar deb ataymiz. Bu narsani sanash uchun kerak narsalar. Keyin bir vaqtlarda уже bizda nima bo'ldi? Bir aqchilarimiz yetmay qolsa, уже qarzga kirishga boshladi. Shu vaqtda mushu qarz degan tashkilda buni salbiy sonlar qo'shildi. Bizning vasha aqchimiz, ishtimiz yo'q bo'lib qolsa, undaq sonni 0 deb ataymiz. Shu vaqtda mushu sonlarning yig'indisini biz butun sonlar yig'indisi deb ataymiz. Buni z harf bilan belgilaymiz. Q teng n bo'lingan m. Bu yerda m natural son n bo'lsa butun son. Mushuni biz ratsional, menda xato yozilib qolibdi, ratsional sonlar yig'indisi deb ataymiz. Вообще, bunda кружочек, kruг Eylera Venni sizsak, bunday so'zlar bo'lishi. 5da natural sonlar keldi. Keyin butun sonlar z, keyin ratsional sonlar q и mushuning hammasi bo'lib, bizda действительный числа bo'ldi, r deb belgilaymiz. R ning ichiga mushlar uchelisi kirdi. Yana bir formulani yetib ketaylik. Yana bir burungi zamonlarda 3000 yil burun Donashi era уже Vavilonda shu kvadrat to'mirdan примерно chiqarishni mana bir formula topgan. Uni hozirgi bir современный tilda yozsak, matematik tilda yozsak, bunda formula chiqar ekan. A kvadrat plus 1 plus b to'g'rasida taxminan a butun plus b bo'lingan 2a deb. Yana bir kerak narsa bizda o'nlik periodlik kasrlarni oddiy kasrga aylantirish degan bir mavzumiz bor. Uni qanday qilamiz, bunday qilamiz. Agar bizda a butun b bo'lsa, vasha оказывается именно bir universal bir sonimiz borda 9. Любой son 9 ga bo'lganda chiqqan o'nlik kasr periodlik bo'lib qoldi ekan. Shu vaqtda biz a butun 10 dan b-ni a 9 dan b deb yoza olamiz. Agar periodda ikkita son bo'lsa, u vaqtida shu b-ni 99 ga bo'lamiz. Hozir buni hammasini yozib chiqar, keyin hisob ko'rsatma. A butun b c periodda bo'lsa, u vaqtida butun son oldida qoldi.
BC ning oldidagi B'ni yetsizlar и bo'lsizlar 90ga. Qancha san skobkada bo'lsa, uni periodda bo'lsa, shunchalik 9 yozsizlar. Ko'ryapsizlar, bir tal bo'lsa, bir tal 9, ikki tal san periodda bo'lsa, ikki tal 9 yozsizlar. Biroq peshdan keyin bir san periodda emas bo'lsa, uning o'rniga 0 yozildi. Men degan bir primerda menda 0 juda qolibdi. A butun BCD bo'lsa, BCDdan B'ni yetib 2 san 99 и 1 san peshdan keyin 0 berdi. Misol 1,5 period bo'lsin. Vaqtida uni yozamiz 1,9dan 5. Ikkinchisiga misol, agar 2,100dan 18 bo'lsa, 18 yaxshi bo'lmay qoldilar. Bo'ldi 2,18 bo'lingan 99, mayli 9 ga qisqartirib aytsak, 11dan 2 qoldi. Agar 7,113 bo'lsin, masalan, 13 periodda vaqtida 7,113 ilingan 1 bo'lingan 990 keldi. Vaqti bo'ldi 990dan 113dan 1 nevatsanglar 112. Mesela yozvagan ekan qarasizlar, вот как только что 99 18 qisqarsa qisqartimiz. Men 112 bilan 990 как minimum nadi va точно qisqaradi. Shu vaqtda bo'ldi 7,56 495. Hammayat yanında yuz qolibmi? Bir san period, в общем, qancha san period bo'lsa shuncha tal 9, qancha tal san peshdan keyin tursa shunchalik 0 yozildi. Boshlaylik hisobni. Buni berilgan ifodaning taxminan 0,10dan 100dan 1gacha по недостатку hisoblaydi. Bizda taxminan hisoblaganda по недостатку, по избытку degan bor. Masalan, to'g'rasi 5 ni qarasak, to'g'rasi 5, ну точно to'g'rasi 4dan jiq turibmi? Shu vaqtda biz deymiz 5, 2dan cho'ngsan, biroq 3dan kamsan. Shu vaqtda qaysidan jiq bo'lsa, buni округляем по недостатку desak, biz deymiz примерно 2, по избытку deb qilsak, u vaqtida примерно 3 deb oldik. Mushu ashta taxminan hisoblash. To'g'rasida 10 ni bizning avvalgi formulamiz bo'yicha, men formulani yana qaytlab yozib qo'yay. To'g'rasida a kvadrat plus b bo'lsa, u bo'ldi taxminan a plus b bo'lingan 2a. To'g'rasida 10 deganimiz 9 plus 1, 9 degan 3 ning kvadrati plus 1. Shu vaqtda bo'ldi примерно 3 plus 1 bo'lingan 2 da 3 6. 3,6dan 1. Endi bu немножко приближенно bo'lsa. Пока точно bilmaymiz, menga taxminan deb yozib qo'yay. To'g'rasida 2 deganimiz u to'g'rasida 1 ning kvadrati plus 1. Shu vaqtda bo'ldi 1,1 bo'lingan 2. Qaytma bo'lmaysa 1,2dan 1. Endi qo'shimchadan qo'shitaylik. 3,6dan 1 qo'shilgan 1,2dan 1. Bu bo'ldi 4,6. 2 qisqartib aytsak 4,3dan 2. Shu vaqtda bizning javobimiz endi meyda hisoblasak 4,20 ni 3 ga bo'lsak 6, 18, 6, 6 o 6 в периоде bo'ldi-ku. Do sotix deganki men kichik san yozmay. O'sha 6 6 6 ketib boradi-ku. Shu vaqtda округлять qilganda taxminan 4,167 deymiz. По недостатку deydi, kechirsizlar. Tagida 66 qoldi. Hisoblangan. Bu yerda 10lik periodlik sanlar berilgan ekan. O vaqtida 2,10dan 1 periodni 2,9dan 1 deb yozamiz. 1, men 2 san bo'lganki 99dan 12 ne bölümüz 0,5 degan 12dan 1. Men sразу qo'shib olaylik. Kстати, 11 bilan 99 ni qisqartib aytsak, 11 ga 1 da men 11 yozdim, men 12 ga kechirsizlar. Тогда 99 bilan 9 ning makhrajisi 99 ni 9 ga bo'lsak 11. 2 ga 1 ni qo'shsak 3,99 dan
23 bölüngen 2'den 1. Noto'g'ra kesirga aylantirib yotsak 99'dan 320 ko'paytirilgan, mayli ko'paytirilgan yuz qo'yib 1'dan 2. Chiqadi 99'dan 640 ili 6,99'dan 46. Bitti bumi. Berilgan ikki sonni selishtiruvi qaysisi cho'ng yoki tengmi? Endi sizlarga o'nliq kasrni oddiy kasrga aylantirib selishtirish o'ng'aymi yoki bo'lmasa oddiyni o'nliq qilib sizlar o'zinglar bilib berasizlar. Biroq mening sizlarga tavsiyam buni o'nliq kasrni 32ni давайте 37ga bo'lib yetaylik. Shu o'nliq kasrlarni selishtirish o'ng'ayroq oddiy kasr. Oddiy kasr bo'lsa mahrajlari qaraymiz. Mahrajlari har xil bo'lsa umumiy mahraj keltirishga uzoq bo'lib ketadi. Shuning uchun 32ni 37ga bo'lsak 0,320ni 37ga bo'lsak taxminan 8 nasab. Вот уже 0,8 chiqdi. Shu vaqtida bunsa 0,8 bir nima bo'lgan ekan, конечно же 0,194 chiqdi. Berilgan sonning taxminan qancha ekanligini aniqlab oladi. Shu vaqtida 39ni abaki formula bo'yicha 36 plus 3 olsak 36da 6ning kvadrati plus 3. Yana formula iste'mol yozib qo'y. A kvadrat plus b to'g'risida tursa, u taxminan a butun b bo'lingan 2a. Shu vaqtda mayda bo'ldi 6 butun plus b deganimiz 3, 2a, 2 da 6, 12. Qisqartirib aytsak 6 butun 4dan 1. Найдите наибольшее натуральное число, не превышающее число корень 115. Endi 115dan kam eng cho'ng natural son topiladi deydi. Shu vaqtda tak o'ylab boqaylik. 115 примерно qandaq ikki natural sonning orasida. Buning uchun demak 100 olsam, 100 degan тоже 10ning kvadrati как раз таки. Немножко 11 namayman, 11ning kvadrati уже 121 bo'lib ketdi. Shu vaqtida bizda to'g'risi 115, 10 bilan 11ning orasidagi songa. Найдите наибольшее натуральное число, не превышающее число. Значит, mushundan oshmaydigan eng cho'ng sonimiz bizda 10. Qaysi 4 to'g'risi 3mi yoki 5 to'g'risi 2mi? Selishtirish uchun ikkisini to'g'risiga yutaylik. 4ni to'g'risiga kirgizsak 16 bo'ldi. 3 qoldi. I deb yozib turay. 5ni to'g'risiga kirgizsak 25, ikkisi qoldi. Mayli bo'ldi. 48, buningda 50. Shu vaqtida qaysi jiq уже сразу видно. Найдите два смежных натуральных числа так, чтобы между ними лежало число 61. Abeki 115 o'xshash, to'g'rasida 61. Qandaq ikki natural sonning orasidan. Jadvalni yaxshi bilsanglar, 64 degan son bor, 8ning kvadrati. 61 undan sal kichik, получается 8ning sal kichik natural son u 7. Tenglimni yechinglar. Kvadrat to'g'rasi turdi, m kvadrat turdi. Shu vaqtda bular qisqarib ketib, biroq modul bilan yozma durustmi? Modul 2x minus 3 bo'lishi kerak kichik yoki teng 0 dan. И, конечно же, mumkin ma'nolar yig'indisi nima deydi? Kechirsizlar. Arifmetik kvadrat to'g'rasida 2x minus 3 turdi. Shu vaqtda nima shu? 2x minus 3 bo'lishi kerak cho'ng yoki teng 0 dan. Shu vaqtda x bo'lishi kerak cho'ng yoki teng 1,5 dan. То есть hozir biz hisoblaymiz va aniqlash sohasini обязательно qarashtiramiz. Так, men немножко 0 yozib qo'ydim. Kechirsizlar, 0 emas, bu yerda 3. 3 turdi mayli. Modulni ochganda biz первый раз mush modulni как есть ko'chirib yozamiz. Допускаем, что to'g'rasida biz modulning ostidagi son ijobiy, salbiy emas. Shuning uchun A решенияsi yozib qo'yaylik. 2x minus 3 kichik yoki teng 3 dan. 3 plus 3 6, x kichik yoki teng 3 dan. Ikkinchi punktda
2x minus 3 deymiz. Cho'ng yoki teng minus 3. Bu buni modul bo'lg'achqa biz говорим, что возможно он отрицательный, тогда minusni mayaq evatsak, tengsizlikning belgisi o'zgardi. И bu yerdan 2x cho'ng yoki teng 0 dan x cho'ng yoki teng 0. Shu vaqtida qaranglar, mana shu ikki ответ bir modulniki. Shu vaqtida men bir tuz chiziqni ko'rsatmayman. 0 dan jiq, 3 dan az deydi. Shu vaqtida mana. Bu tengsizlik o'zining решенияsi. И еще mumkin ma'nolar yig'indisini deydi. X 1,5 dan cho'ng yoki teng. Shu vaqtida shkelsining qiyilishish oblastlari 1,5 dan 3 gacha. Shkelsining cho'ng yoki teng deganlar bor, shuning uchun tirnoqlar tik 1,5 dan 3 gacha включительно deymiz. Tengni yechishlar bu yerda shu kvadrat tomrasi turdi. Bu yerda qaraymiz 11 ijobiy, значит все нормально. Biz bu yerda so'ng taraf bilan o'ng tarafini сразу kvadratlasak bo'ldi. Qoldi 3x minus 8, 11 ning kvadrati 121. 121 ga 8 ni qo'shsak 129, x chiqdi 43. Endi mumkin ma'nolar yig'indisi deydi. 3x minus 8 bo'lishi kerak cho'ng yoki teng 0 dan. X bo'lishi kerak cho'ng yoki teng 3 dan 8. В общем 2 butundan jiq bo'lishi kerak. 43 2 dan jiqmi? Jiq. Значит, javobi 43. Oxirgi hisobimiz bu yerda bunday deydi. Mana berilgan sonlarning qaysi ratsional, qaysi irratsional? Men yozib ratsional, irratsional. Значит, ratsional son deb a bo'lingan b turida yozilgan sonlar kirdi. Uning ichiga o'nliq kasrlarmi kirdi, oddiy kasrlarmi kiraverdi. Irratsional songa nima qanaqa sonlar kirdi dedik? Periodlik emas, cheksiz ketaveradigan o'nliq kasrlar kirdi. Shu vaqtida to'mrasi 0,25 to'mrasidan arifmetikalik kvadrat to'mrasidan chiqarsak 0,5 chiqadi. Shu vaqtida 0,25 u ratsional son. To'mrani aslida 17 dan chiqarsak butun normalniy bir o'nliq kasr hech nima chiqmaydi. U ketaverdi cheksizlikcha, shuning uchun u irratsional son. Shundaqla to'mrasida 5. Men aytganim 0, 16 periodi bo'lganki bu irratsional emas. Shu vaqtda uni menga yozib qo'yay. 3, 1 bu число pi bu ketaverdi cheksizlikcha, men tochka yozilmay qolib, men tochkalar bor. Shuning uchun bu irratsional songa yotadi. 1, 4, 5, 7, 9, 5, 5, 4. Последний bunu ifodani endi biz bu ikki sonning qo'shnisi bilan ayrimisini ko'paytirisini a kvadrat minus b kvadrat deb aytsak, to'mrasi 3 ning kvadrati 3, to'mrasi 1 ning kvadrati 1. В общем, ikki butun son chiqarishga biz buni ratsional sonlar deb so'ng tarafga yozamiz. Shuni bilan darsimiz oyoqqa keldi. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariya yozib qo'yinglar.